They've sent millions of Uyghurs, Falun Gong, and other religious minorities to re-education camps. There's a genocide active underway in Xinjiang province, the largest internment of an ethno-religious minority since the Holocaust. 2 ayının birinci günü Amerika Xitay Raqabati Alaydı Komiteti Reisi Mike Gallagher Amerika Dövlət Məclisinin ətdigənlik ziyafətinə qatnışıb söz qılgan. O sözdə Uyğur musulmanları və başqa etiqadçı xalqның kommunist Xitayның ziyankeşligiga uçrayotganligini tilgə ilish bilan birlikdə Xudoga ishonguvchilar balkim kommunistlarning dushmani degan. O mundaq degan. Kommunist Xitay hech nimaga qaramay dinlarni bostirdi. Chunki ular insonning kishilik g'ururi va insani qimmatini yo'q qilishga aran turdi. Dinlar dal insonning qimmati va g'ururini qo'g'daydi. Necha 10 yildan buyon Xitoy kommunistlari kishilarning Xudoga bo'lgan e'tiqodini vayron qilishga kuchab keldi. Ko'p sondagi e'tiqodchilarni turmaga qamab qiynadi. Ular yana millionlagan Uyg'urlar, Falun Gong murtlari va boshqa e'tiqodchi ommani atalmish qayta tarbiyalash lageriga soladi. Ular yana Xinjiangda irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Millati va diniy ayrim bo'lgan kishilarni bundaq zo'r ko'lamda qamash Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan buyon elib berilgan eng cho'ng jinoyatdir. What has the CCP done in the face of this failure? Have they given up? No. Rather, they've pivoted. They've pivoted in a pattern that you see repeated wherever the party is presented with a force too powerful to destroy. Mike Gallagher söz degende, Xitay Kompartiyasi baş sekretari Xi Jinping'nin ilgirlik bilan dinlarni Xitaylashtirish siyosatini yurgizayotganligini, mahiyatda buning o'xshashla dinlarni yo'qotish harakati ekanligini, bir yoqdan masjidlarni va cherkovlarni chiqib tuzlayotganligini, e'tiqodchi ommaning ideyasini Xitoy kommunist ideyasi Xi Jinping'ning g'oyasi bilan o'zgartirayotganligini bayon qilgan. Andın kommunizmning aslida insoniyatga dushman shaytoniy e'tiqod ekanligini o'tirib qo'yib, men o'ylaymanki, kommunizm dinning dushmanidir. Kommunistlar hammaga hukmron bo'lishni, kollektivning kuchi orqali shaxsiy erkinlikni, Xudoning bandasi bo'lgan har kimning izzat g'ururini yo'q qilishni qo'g'lishidir degan. Let me translate that for all of you. Xi Jinping has no problem with the first commandment so long as he and the party are playing the role of God. I thought to myself that night that maybe the opposite of communism is actually faith in God. Communism seeks domination. Mike Gallagher'ning sözleri bu yig'ilish qatnashganlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Amerika Davlat Majlisining atganlik ziyofati 1953-yildan boshlab o'tkazilib kelayotgan cho'ng ko'lamlik suhbat yig'ilishi bo'lib, har yili 2-oyning tunji yakshanba kuni o'tkazildi ekan. Buningga 3500 dan ko'p mehmon qatnashdi ekan. 100 necha davlatdan taklif bilan kelgan bu mehmonlar din, siyosat, savdo va boshqa sohadagi arboblardan tashkil topgan bo'lib, insoniyatning o'rtaq taqdiri, diniy e'tiqodning siyosatdagi roli, adolat bilan haqiqat masalalari haqida keng kushoda suhbatlashidi ekan va birlikda duo qiladi ekan.